O'rgimchak oyog'imizni xohlasa ishlov jarayonlari boshlandi. Bittasi bitdi. Ikkinchisini tozalash ishlari bo'lyapti. Hozir bundan keyin bosqichma-bosqich ishlarimizni qo'yib boramiz. Bir qator artib oldik. Hop, endi mana bunaqa joylarini yaxshi ko'rinadi. Ozgina jilvillab chiqamiz bularimiz. Bir qator shukurkalar ham oldik. Chiroyli qilib. Endi xudo xolasa bunga kraskamizni sepamiz. Albatta shu betekni krem kraskalardan sepamiz, xudo xolasa. Kraskamizni sepib oldik, xudo xolasa. Endi shampan kraskasini sepamiz. Hozir bir ozgina dam beramiz bunga. Hamma joyi qurib bo'lgandan keyin shampanni sepamiz. Necha bittadan like bosib qo'yasizlar, obuna bo'lib qo'yasizlar, xudo xolasa. Bundanda go'zal, bundanda qiziqarli ishlarimizni xudo xolasa video qilib qo'yib boramiz. Bu tomonda tayyorlari bo'ldi. Bu akamiz o'zlari zakaz qilgan akamiz Amerikada turib YouTube orqali zakaz qilishdi. Inshaalloh chiroyli qilib ishlarni bitirib beryapmiz. Xudo xolasa kashtivalari zo'r, oldi arqalari bunni o'yilgan. Neobishni shohona ishlarimizda. 12 ta stuldan zakaz qilgan, 2 ta o'rgamchak oyoq. Stolimiz akvarelli, final komodlari bilan sandiqlarigacha xudo xolasa chiroyli qilib olib borib qo'yamiz. Kim qayerdan, qaysi davlatdan kuzatyapti, bittadan like bosib, kommentga yozib ketinglar. Inshaalloh hammamizga shunaqa chiroyli stullar, chiroyli uylar nasib qilsin. Biz videomiz nima deydi? Yaxshi niyatda olyapmiz, xudo xolasa. Like bosib qo'ysalaring, sizlardan pul olmaydi yo boshqa bo'lmaydi. Prosta ko'pchilik ko'radi bu videoni. Shu stul axtarib yurgan, mebel axtarib yurgan, misol do'konlardan qimmatroq olmasdan, birinchi qo'ldan sifatli shu aytgan joyiga, aytgan materialni qo'yib, chiroyli qilib tayyorlab beramiz. Shunisiga yordam qilasizlar xolos. Xudo xolasa bu ishimiz ham tayyor bo'lib qoldi, qurib qoldi. Endi shampan kraskasini sepishni boshlaymiz. Dodlar chiqadi. Şampuan.
jarayonlari. Darrov bo'ldi deb o'ylamanglar. Buni nima deydi? Videoni to'xtatib tayyorladik. Xohlasa tayyor bo'lib qoldi. Hali ham like bosib qo'ying, bittadan like bosib qo'ying. Xudo xolasa buni bitgan jarayonlarni ham video davom qo'yamiz inshaalloh. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib qo'ying. Har kuni bo'layotgan ishlarimizdan ozgina qo'yib boramiz. Like, kommentlarda ayamizga umid qilaman.